Aniq bilaman, La Roche brendini yuzni davolash haqida siz bilmaysiz. Bu brend qizlarjo'li dermatologlar tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lib, buni har xil turlari mavjud. Birinchi turi esa bu yuzni oqartirib beruvchi, dog'larni ketkazuvchi vitamin C sig'ritkasi bo'lsa, qizlarjo'li keyingi etapdagisi esa retinol bo'ladi. Bu poralarni qisqartirishga, ajinlarni ketkazishga ishlab beradi. Bundan tashqari terini yoshartirishga ishlab beradi. Buni bemalol 20 yoshdan boshlab ishlatsa bo'ladi. Keyingisi esa yuzda zararlangan yuzlar uchun. Bu terini tinchlantiradi, yog' balansini normallashtiradi va teringizni elastik holatini yaxshilab beradi. Barcha turdagi kojadagilar ishlatsa bo'ladi. Yashil varianti esa aynan aknelari bor yuzlar uchun mo'ljallangan bo'lib, aknelarni 3 kundan 7 kungacha bo'lgan muddatda ketkazib berishga yordam beradi. Keyingisi esa niasinamid bo'lib, bu qizlarjo'li yuzni ham oqartirishga, poralarni tezlik bilan qisqartirib berishga ishlab beradi. Bunisi esa eng kerakligi, buni har doim dermatologlar tavsiya qiladi. Bu terini baryerini восстановить qilib beradi. Tez qichishadigan allergichni yo'q qilgan bo'lsa, birinchi navbatda shundan boshlab ishlatsangiz bo'ladi.